Zavqiy domla muqimiy Furqat bilan zamondosh bo'lganlar. Otlari Ubaydilloh, kosibni oilasida tug'ilganlar. Kosibchilik bilan, mahdudlik bilan shug'ullanganlar. Madrasada o'qiganlar, ammo madrasada o'qish davomida mahdudlikni ham o'rganganlar va shu kasb bilan shug'ullanganlar. U kishini bir bo'y tog'alari bo'lgan. U bo'y tog'alari hajga olib borishgan. Hajga olib borishib, haj qilib, shu bilan yosh yigitlik hollarida hoji bo'lib kelganlar. Hoji bo'lib kelganlardan keyin birorta bir masjidni imomligini olsalar ham bo'laverardi yoki bir hozirlikka harakat qilsalar ham bo'laverardi, lekin yaxshisi shu peshona terim bilan kun ko'ray deb o'zlarining mahdudlik hunarlari bilan kun ko'rishadi. Keyinchalik mana bu Qo'qon Rossiya tarkibiga qo'shib olingandan keyin ham shu ishlarni davom ettirishadi. Asta-sekin haligi bu yerda chet mamlakatlarda firmalari paydo bo'ladi. O'sha ularda haligi o'sha Yurgens degan bir firma bo'ladi, nemislardagi. O'shalar haligi teri, Amerikan teri bilan savdo qiladigan nima bo'ladi. O'shalarga bilan hamkorlik qilishadi. Hamkorlik qilishib, shunday darajaga bo'ladiki, haligi birov o'shalardan nasiyaga teri so'rab kelsa, Zavqiy domladan borib bir xat olib keling. Shu ishonchiga deb bersalar, beramiz deyishgan. Shunday haligi ishonchga kirib qolganlar, o'shalarning ishonchiga. Lekin haligi bir men shular bilan Yurgens bilan sheriyman deb haligi havolanib ketmasdan baribir o'zlarining mahdudlik hunarlari bilan kun kechiraverganlar. Muqimiy Furqat qatori juda ko'p yaxshi ijodlar qildilar. Mana bu xalqning ahvolini juda yaxshi tasvirlab yozdilar. Xalqning ahvolini. Mana bir vaqtlar qahatchilik bo'ldi. O'sha qahatchilikni yozdilar. Qahatchilik vaqtida shaharda hokimiga odamlar borib arz qilganda, o Germanda urushi tugasa, yo'llar ochilib qolsa, keyin sizlarga non olib beramiz deb haligi shaharda xalqqa yordam bermay, yordam bersa voz kechganlarni ham haj qilib yozganlar. Bundan tashqari juda ko'p haligi ayrim qozilar bor, haligi muttahamchilik bilan saylanib olib, o'zini foydasiga rishvatxo'r, poraxo'r hojilar ham bu o'shalarni ko'p tanqid qildilar. Shunaqangi xalqning hayotini yaxshi tushunib, xalqni talabini oladigan she'rlarni yozish bilan nima qildilar. Keyin mana bu bir mashhur she'rlari bor. Ajab ermas degani. Bir yaxshi vaqtlar kelib qolsa ajab ermas deganda, haligi Sovet adabiyotidagi bu Zavqiy domla Ulug' Oktyabr revolyutsiyasini kelishini oldindan bilib, shu ajab yaxshi zamonlar kelsa ajab ermas deb she'r yozganlar deb baqa yuborishgan. Lekin asli bu Qo'qon Turkiston muxtoriyati degan hukumat tuzilishi sharafiga aytilgan she'r ekan. Mana shunaqangi bir yaxshi she'rlar bor. Keyin bu kishini pardalar qilding degan she'rlari bor. Yuzingni pardalar qilding degan. Bu o'zbek adabiyotini eng yuksak namunalardan hisoblanadi. O'sha bu kishilar bular shu Navoiyni izidan borib, Furqat Muqimiy qatori Navoiyni izidan borib, ijodda Navoiyga ancha yaxshi yaqinlashib qolganliklarini bildiradigan she'rlari ko'p. Mana shunaqangi bir ulug' yaxshi joylarda, yaxshi nimalarda turib, Zavqiy domla o'zlari 1921-yilda vafot etganlar. Hovlilari bor, nevara-chevaralari bor, yaxshi nima qilishadi. Qo'shni hovlida. Hovlilari bor, mana hovlilari, nevaralari bor. Nevaralari shu Zavqiy domlani hayotlarini, ijodlarini ro'yobga chiqarish uchun juda yaxshi harakatlar qilishyapti. Olimjon hojilar juda yaxshi harakat qilishyapti. Yahyoxon aka tarixi, Zavqiy domlaning tarixlari haqida bergan ma'lumotlar uchun alohida tashakkur e'lon qilamiz va shu yerda bir qo'shimcha qilib ketmoqdamanki,
Zavqiy xayriya fondi bugungi kunda ham to'laqonli faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu fondga Qo'qon axborot kutubxona markazi rahbari Rustamjon Husanov boshchilik qilyaptilar va bu fond mana shu ko'plab xayriya tadbirlarini amalga oshirish bilan bir qatorda Zavqiy domlani chop etilmagan kitoblarni chop ettirish, mana shu kitoblarni targ'ib qilish borasida ham ibratli ishlarni olib boryaptilar. Mana shu boradagi qiziqarli, mazmunli suhbat uchun sizga katta tashakkur bildiramiz.